Kapalak umri. Muallif Firuza Zahodjayeva. To'y dabdaba bilan o'tdi. Hammaning havasi keldi. Ayniqsa o'g'li barcha o'rtoqlari bilan kelib, navbatma-navbat guldastalar taqdim qilgani boshqacha bo'ldi. Qudasicharlar kuni taqqan uzuk-zirak, ko'rsatgan izzat-ikrom, qarindosh urug'lariga qilgan sarpolarni aytmaysizmi? Salomning o'ziga bir yuk mashina to'la ko'rpa keldi. Ana obro', ana e'tibor. Ha, aytgancha 42 yoshida qaynonalik martabasiga o'tirgan qahramonimizning yo'g'i, Xudo xolamizning ismi ham E'tibor. To'y o'tganiga bir hafta o'tib, E'tiborxonga aylandi. Qudasining opa-singillari, buvijonlari uni shunday ulug'lamoqqa boshladilar. Kelinchak nozikkina, chiroylikkina, yuzi ochiqqina, kirishimli ekan. Bir pasda oila a'zolariga aralashib ketdi. E'tibor qaynona bo'ldi. Hamma ishni shundoq kelindiga topshirdi qo'ydi. Axir o'g'lini oson katta qildimi? O'zi bor yo'g'i 2 ta o'g'li bor. Xudo beraman desa 10 ta o'g'ilda ko'radigan izzatini bittada ham ko'rish mumkin ekanda. To'y qilish mazza ekan. Bekorga keksalar topganing to'yga buyursin deb duo qilmas ekanda. Har kuni chaqiriq. Bir kuni u buvijonisi chaqirsa, bir kun bu buvijonisi chaqiradi. Bir kun xolasi chaqirsa, bir kun ammasi chorlab chaqiradi. Xudo xola yosh bo'lsa ham to'rda o'tirish kerak. Qoidasi shunaqa. Qudalarning o'rni hamisha to'rda. E'tiborga bunaqa chorlovlar yoqib qoldi. Faqat tog'ora bilan borish chatoq. Bir tog'ora norin qazisi bilan 500 ming so'm. 40 ta kabob ham shu. Oddiyroq tog'ora uyat bo'ladi. Axir Xudo degan nomi bor. O'zi shu kungacha bir so'm pul topmagan. Turmush o'rtog'i 10 ta gapni gapirib, keyin pul beryapti. Onasi, o'zi to'ydan qarz bilan chiqdim. Bo'ldi qil, bu yurishingni. To'y o'tganiga 3 oy bo'ldi. Biror kun uyda o'tirmaysan. E'tibor qovog'ini solib oladi. Eplasa, bola chaqa qilsin, chidasa to'y qilsin edi. Yo'q, sekin-sekin yurishlari kamaydi. 6 oy bo'lganda kelini eskirdi. E'tiborxon izzat ikromli kunlar tugagach zerikib qoldi. Axir qiladigan ishi yo'q. Turmush o'rtog'i 2 ta bolasi bilan savdoda. O'zi kelini bilan kechgacha uyda. Erkaklar tong sahardan bozorga otlanadilar. Dilbarxon kelini choy-poy qilib kuzatib yuboradi. U bu paytda noz uyquda yotgan bo'ladi. Keyin kelini bruschatka yuvadi. Hozir bahor, kunlar isib qoldi. To'ydan oldin Simon hovli edi. 2 kunda bir supurilardi. Bo'lmasa yo'q. Kelin tushishdan oldin uylar ta'mirdan chiqdi. Kelin tayyor bruschatkani yuvmay boshqa nima ish qiladi? Keyin oyijonisiga E'tiborxonga nonushta hozirlaydi. Yarim kechagacha serial ko'rib, telefon tutib charchagan qaynona soat 10 ga yaqinlashganda ertalabki choyini ichadi. Keyin televizorning ovozini baland qilib qo'yib, oldi qochdi ko'rsatuvlar, bir-biridan saviyasiz seriallarni ko'rishni boshlaydi. Kelini obed tayyorlaydi. Erinibgina stolga keladi. Ovqatdan tatib ko'rarkan, albatta bir kamchilik topadi. Juda bo'lmasa, moshxo'rdagi kartoshkani mayda to'g'rash kerak, deydi. Keyin keliniga yelkalarini uqalashni topshiradi. Voy, biram mazzaki, lekin sirtiga chiqarmaydi. Kelini taltayib ketishi mumkin. Kelini kir yuvadi, uylarni tartibga keltiradi, kechki taom tayyorlaydi. E'tibor zerikadi. Hali opasiga, hali singlisiga telefon qilib, biroz g'iybatlashgan bo'ladi. Undan ham zerikadi. Yana kelinining oldiga chiqadi.
Somsaga xamir qorayotgan keliniga qarab turadi. Kelin xijolat tortadi. Qo'llari qaltirayotgandek bo'ladi. Bilmaydiki, aslida 42 ga kirgan shu ayol 18 yosh kelinchalik xamir yoyishni bilmaydi. E'tibor yangi kelinligida shilpildoq tayyorlagandi. Qaynotasiga alohida laganga suzdi. Boshqalarga ham. O'zi poygakka o'tirdi. Bir mahal o'rtacha kattalikdagi likopchasiga qaynotasi tomonidan otilgan shilpildoqlar kelib tusha boshladi. Yoshi ulug' odam ovqatidan ilinyapti. Xafa bo'lib qolmasin deb o'zining ovqati qolib, qaynotasi tashlagan xamirni yeya boshladi. Ovqatga Fotiha o'qilayotganda qaynotasi bir gap aytib qoldi. Ko'nglingda kiring yo'q ekan kelin. Xamir qalin yoyilgani uchun jahlim chiqib oldinga tashlasam, shuni ham yaxshilikka yo'yding deganda. E'tibor o'zi uquvsizmidi, baribir keyin ham xamirni yupqa yoyishni eplolmadi. Ammo keliniga bildirmaydi. Dilbar kechga borib holdan toyadi. Yostiqqa yetib olganiga shukr qiladi. Katta oilaning bor ishi nozikkina yelkasida turgan ayol ko'zi ilinayotganida ham dazmol qilishga ulgura olmaganini eslab qoladi. Ammo uyqu g'olib kela boshlaydi. Keyingi paytda tez charchayotgani bejiz emas ekan. E'tibor hademay buvi bo'ladi. Bu shodlik xabari unga ancha orzular hadya etdi. Ammo keliniga yordam berishni xayoliga ham keltirmaydi. Biz ham vaqtida eplaganmiz. Yosh narsa kerak bo'lsa eplasin. Kelini og'zini to'sib ovqat qilar. O'zi tayyorlagan ovqatni yeya olmas. Yotgisi kelar. Bunga sari E'tiborning jahli chiqardi. Dunyoda bitta siz tug'asiz. Bo'ldi, ko'p erkalanmang. Biz bechoralar ko'ngil aynishi nima ekanligini bilmabmiz. Aslida qaynonasi unda homiladorlik alomatini sezishi bilanoq osh-ovqatni bo'yniga olar. Unga og'ir ish qildirmas. 9 oy avaylarda. Tuqqanidan keyin ham to chillasi chiqquncha 40 kun qo'lini sovuq suvga urdirmas. Bitta qo'y so'ydirib, qovurdoq, sho'rva tayyorlab berardi. Qorlar yog'di, izlar bosildi. Kelini o'g'li bilan qiz nevarasini olib kelgan kuni E'tiborning uyida beshik to'y bo'ldi. O'zbek ayollari ajoyibda surnay ovoziga ham o'ynab beradilar. To'ymisan, to'y bo'ldi. Hamma tarqadi. E'tibor kelin olib to'lisha boshlagan, ishdan, uy yumushlaridan chiqib olgan ekan. Rosa qiynaldi. Ertasiga rangi dokadek oppoq, oyog'ida zo'rg'a turgan keliniga qarata, "Bolani menga bering-da, belingizni mahkam bog'lab, bilib ishingizni qiling", dedi. Dilbar oyog'ida zo'rg'a turar, jismu jonida quvvat yo'q bo'lsa-da, "Xo'p bo'ladi oyijon", dedi. Aziz muxlis, keling shu o'rinda o'tmishga nazar tashlasak, lirik chekinish qilsak. Qadimda texnikalar u qadar rivojlanmagan davrda ayollarning mehnati og'ir bo'lgan. Hozirgi kelinlarga ancha yengillik bor. Ammo u davrning eng zolim qaynonalari ham tuqqan kelinini 40 kun yotkizib qo'ygan. O'zlari mahalla aylanib, uyda boqilgan jaydari tovuqlarning tuxumini bir chelak qilib yig'ib kelganlar. Qaynotalar avlodining davomchisi dunyoga keltirgan kelin uchun qo'y so'yib berganlar. Kelinning buvisi yoki onasi 40 kun chaqaloq va tuqqan ayolning yonida yotganlar. Farzand dunyoga keltirgan ayolning sog'lig'i, tinchligi himoya qilingan. Chillasi chiqishi bilan ayol yana kuchga to'lib, suyak-suyaklari, bo'g'in-bo'g'inlari joy-joyiga kelib, sog'-salomat o'ynab kulib, ishini qilib ketavergan. Qaysi oilada shu odat saqlanib qolgan. E'tibor kelinining sudralib yurib ish qilayotganini bilsa-da, pinagini buzmaydi. Chaqaloq big'illab yig'lab ketsagina unga emizishga ruxsat beradi. Turmush o'rtog'i chaqaloqqa qo'y so'yib, aqiqa qilib berdi. Kalla pochchani Dilbarga tozalatgan E'tibor chala qirilgan qorinni ko'rib gapirgan bo'ldi. "Uyingizda hech qo'y so'yilganmi? Bu nimasi? Ustiga qaynoq suv qo'yib,
boshqatdan tozalang. Dilbarning xo'p bo'ladi degani madori yo'q. Kechga mehmonxonani yig'ib chiqqan Dilbar idish tovoq yuvayotganida qaltirayotganini his qildi. Oyijon, negadir mazam bo'lmayapti. E'tibor eshitmaganga oldi. O'g'li sakrab turib xotinining yoniga bordi. E'tibor ensasi qotib yuzini burdi. Dilbar, yonib ketyapsan-ku. O'g'li kelinning peshonasini ushlab baqirib yubordi. Keyin uni avaylab stolga o'tqizdi. Uydan termometr olib chiqdi. Dilbar shaqillay boshlaganini ko'rgan E'tibor ovozini ko'tardi. "Hay, o'zingizni qo'lga oling. Buncha artistlik qilasiz." Issig'i 40 bo'lyapti, oyi. Usmon xotinini shartta ko'tarib yotoqxonaga olib kirib ketdi. Keyin tez yordam chaqirdi. Dilbar ko'kragini shamollatib qo'ygandi. 3 kunda isitmasi tushib, og'riqlari qolgan kelini ertalab betob bo'lgani uchun aybdordek boshini egib chiqdi. Peshinda onasi keldi. Bir tog'ora osh damlab, qizining holini ko'rib, qudasidan iltimos qildi. "Jon E'tiborxon, o'zim o'rgilay sizdan. Dilbar qolgan chillasini uyda chiqarsa, o'zim parvarish qilsam degandim. Sizni ham qiynab qo'ydik. Shu chillasidan sog'lom chiqsa, bir umr xizmatingizda bo'ladi inshaalloh. Siz yolg'izsiz, biz ko'pchilikmiz. Buvisi borlar, singillari bor. Ko'plashib yordam berardik." "Bu nima deganingiz? Men nima, qizingizni boshidan tegirmon toshi yurgizyapmanmi? O'zi juda ham nozga ekanda qizingiz. Ishga ham solmaganmisiz deyman." Dilbarning onasi boshini egib o'tirar ekan, qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Hozir taslim bo'lmasa, katta janjal boshlanadi. Keyin qiziga qiyin bo'ladi. U ona bo'lgani uchun aybdor. U qiz tuqqani uchun aybdor. Qizi ham tug'ib kelgani uchun aybdor. O'zbekchilikning kitoblarga yozilmagan o'z qonun qoidalari bor. E'tiborxon, o'zim o'rgilay sizdan. Qizimning shuncha xatolariga ko'z yumdingiz. Aybi uchun kechirim so'rayman. Sizni xafa qilgan bo'lsam, uzr. To'g'ri aytasiz. Nima og'ir yumush bor uyingizda? Hamma ishni texnika qilsa. Qizim o'zi nozik. Yaxshiyam baxtiga sizdek oliyjanob qaynona uchradi. Tavba. E'tibor qudasining gaplariga chippa-chin ishondi. Bo'lmasam-chi, undan yaxshi qaynona bor ekanmi? Qudajonim, singiljonim, endi menga ruxsat. Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Yaxshi o'tiring E'tiborxon. Qudas chiqib ketguncha kulib, qulluq qilib ketdi. Eshikdan 10 qadam yurar-yurmas, ich-ichidan yig'i bosib kela boshladi. Qayoqqa ketayotganini ham unutib, yig'lab borardi u. Uyga ham yig'lab kirib keldi. Eri shoshib qoldi. Hoy, nima bo'ldi? Fatima, nega yig'layapsan? Qiz tug'mayman o'lay adasi. Qizim bir ahvolda ish qilib yuribdi. Ertaga bir dard orttirib olsa, bu qudangiz 2 kunda pattasini qo'liga tutqazadi. U yig'lab hamma gapni aytib berdi. Shumi? Bo'ldi, yig'lama. Ertaga bitta uy xizmatchisi gaplashamiz. Pulini o'zim to'layman. Qudamiz ko'narmikinlar? Shunaqasidan topamizki, ko'nadi. Gulshan opa o'ziga to'q xonadonlarda xizmatga chiqadigan ayol. Orasida chaqqon. Fatima bir vaqt turib qovurdoq pishirdi. Uni bezatib, tog'oraga solgunicha peshinga yaqinlashdi. Keyin Gulshanni olib, ogohlantirmay qudasinikiga kirib bordi. E'tibor mehmonlarga o'lganining kunidan mulozamat qildi. Fatima rangi bir ahvol, oyog'iga rezina kalish kiyib olib, bruschatka yuvayotgan qizini ko'rib, yuragiga sanchiq turdi. Gulshan balogina ekan. Qani, menga bering-chi, bruschatka yuvish jonu dilim. Buni mana bunaqa tozalash kerak. Xuddi metroni tozalagandek, deb bir pasda ishga kirishib ketdi.
Fatima ham bugun boshqacha rolda kirib kelgandi. E'tiborxon, aylanay, bugun chaqaloqni cho'miltirsak. Dilbar, ana bu tog'orada qovurdoq bor. Qora qo'chqorning go'shtiga qilingan. Bolangni olib kel, biz ungacha ovqat suzamiz. Sen yeb olasan. Qaynonam rahmatlik aytardilar. Bola tuqqan xotinga boladek ovqat kerak deb. U o'ziga o'zi gapirib, hammaga qovurdoq suzdi. E'tibor ham beixtiyor turib, choy damlay boshladi. Keyin chaqaloqni qo'liga olarkan, "Ol bolam, men qizingga qarab turaman. Katta yeb ol", dedi. Keyin chaqaloqni erkalay ketdi. "Oy qizim, oydin qizim. Voy buni shirinligini. E'tiborxon, bu qizchani ismini bilib qo'ygansiz-da. Asalxon desa, asal-ku bu qiz." Gulshan hovlidagi ishlarni tindirib, oshxonaga o'tdi. Idishlarni yuvib bo'lib, gazni tozalay boshladi. E'tibor indamay o'tirar, bu kim degani istihola qilardi. Fatima opa o'zi gap boshladi. "Bu Gulshan, meni qiyomatlik singlim. Endi chaqalog'imizning chillasi chiqquncha har kuni kelib sizning xizmatingizni qiladi. Juda ajoyib qiz bu. Mendan ozroq qarzi bor edi. Shu yo'l bilan uzilay deb hech qo'ymadi. Chaqaloqning yubqasini qilamizmi?" dedi Gulshan. Falonchi akaning uyida juda mashhur odamning ismini aytdi. Kelini tuqqanda yubqa qilib bergandim. Mazasi og'zida qolganmi, hali gapiradilar. Keyin taniqli san'atkor ayollarning uyida ishlaganlari haqida gapirib ketdi. Gulshan chindan ham ajoyib edi. E'tiborni shunday maqtar ediki, tashqaridan eshitgan odam uning samimiy gapirganiga sira shubha qilmasdi. Chaqqonligi, dildorligi, hazilkashligi bilan Xudo xolaning qalbiga bir kunda yo'l topib oldi. Dilbar issiq ovqat yeb, cho'milib orom olgan chaqaloq tinchligi, ko'nglidagi xotirjamlik bilan onasi ketmasidanoq uxlab qoldi. Fatimaning ko'ngli o'rniga tushib, uyiga ketdi. E'tibor chaqaloqning chillasi chiqquncha Gulshanning e'tiboridan bahramand bo'ldi. Dilbarning ham tanasiga kuch kirib, rangiga qon yugurib qolgandi. Sekin-sekin uy ishlarini zimmasiga ola boshladi. Kechqurun ishdan qaytgan kenjasi odatiga xilof tarzda oshxonada ko'p qolib ketdi. "Ha, nima xayol surib o'tiribsan? Kelmasingdan xonangga choparding-ku, telefoningni quchoqlab." "Sizda gapim bor." "Gapir." "Bitta qiz bor oyi, shu bir ko'rasizmi degandim. Sizga yoqadi." E'tibor yana to'y qilish, yana izzat ikrom ko'rishi haqida o'ylab hayajonlanib ketdi. Yana bitta kelin keladi, yangicha hissiyotlar paydo bo'ladi. "Manzilini ayt." O'g'li xursand bo'lib ketdi. Bunchalik oson bitadi deb o'ylamagandi. O'rnidan turib keta boshladi. "Eldor, to'xta. Qizning ota-onasi nima ish qiladi?" "Otasi yo'q. Onasi bilan o'zi bizning qatorda savdo qiladi." E'tibor eriga o'g'lining taklifini aytdi. Yorqin o'ylanib qoldi. "Shoshmay turganimiz ma'qulmikin onasi? O'zi Sadullaning to'yidagi qarzdan endi qutuldik. Yaqinda beshik to'y, aqiqa qildik. Buvim rahmatlik aytardilar. To'y qilgan, uy qurganga Alloh o'zi g'oyibdan beradi deb. Xudo beraridan qo'ymasin. Men avval bir borib ko'ray, hali yoqadimi, yo'qmi, bo'ladigan oilami?" "Mayli, o'zing bilasan." Har doimgidek taslim bo'la qoldi Yorqin. Xotini baribir aytganidan qolmaydi. E'tibor kelini tayyorlab qo'ygan ko'ylaklarni kiyib, sovchilikka otlandi. Eldor ham savdoga chiqmadi. Odatda Sadulla minadigan oilaning yagona ulovi bugun Eldorning ixtiyorida. U onasini mumtoz yashaydigan mahallaga olib kirganida yaqin atrofdagi masjiddan azon ovozi eshitilayotgandi. Hali bo'yoq tekizilmagan darvozadan kirib bordilar. Hovlining to'ridan kattagina imoratning poydevori qurilgan ekan.
Eshikdan kiraverishda o'ng tomonda pastqamgina eski imorat. Hovliga mo'l-ko'l suv sepilgan, rayhonlar, atirgullar barg urib o'sib yotardi. E'tibor darvozani asta taqillatdi. Ichkaridan o'rta bo'ylik, do'mboqqina ayol shoshilmay chiqdi. Salom berdi. Ko'rishdilar. Uy oddiy edi. E'tibor avvalgi qudasining hashamatli hovlisiga kirib borgandagi ko'ngliga qo'ngan farahbaxshlik tuyg'usini his qilmadi. Shundanmi chiroyi ochilmay, o'z-o'zidan qovog'i solinib ketaverdi. Dasturxon ham oddiy edi. Sovchi kutayotgan ayol ham